26 kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon davlat safari bilan O'zbekiston Respublikasi poytaxti Toshkent shahriga tashrif buyurdi. Toshkentning xalqaro Humo aeroportida oliy martabali mehmon Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmonni mezbon davlat rahbari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Shavkat Mirziyoyev yuksak ehtirom ko'rsatib, samimiy kutib oldi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning davlat safari munosabati bilan aeroport maydoni bayramona bezatilib, ikki davlat bayroqlari Tojikiston va O'zbekiston xalqlari do'stligini tarannum etuvchi shiorlar o'rnatilgan edi. Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning davlat safari 26-27 mart kunlari Toshkent va Buxoro shaharlarida bo'lib o'tadi. Tashrif doirasida oliy darajadagi muloqot va muzokaralar, davlatlararo oliy kengashining birinchi yig'ilishi o'tkazilishi, bir qator yangi hamkorlik hujjatlarining imzolanishi, shuningdek biznes forumi va madaniy tadbirlar, jumladan do'stlik oqshomi va O'zbekistonda Tojikiston madaniyat kunlari o'tkazilishi ko'zda tutilmoqda. Assalomu alaykum! Tojikiston, O'zbekiston, jannat monand, bog'i boston, azal birga qardosh ellar, bir-biriga payvand dillar. Ko'da ko'shu, ko'da ko'z, o'zbek, tojik do'st bo'lsin. Dillarda shu qutlug' so'z, doim baxtga yod bo'lsin. Xush omaded, mehmononi aziz, mehmononi qadrshinos. Shumoro istiqbol menamoyat xalqi o'zbek var. O'zbekistoniylar bu ehtiromi xos. Rahmat. Mart kuni Tojikiston Respublikasi Prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon O'zbekiston Respublikasiga davlat safari doirasida o'zbek xalqi tarixi va madaniyatiga ehtirom ramzi sifatida mustaqillik va ezgulik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi. Gulchambar qo'yish marosimida oliy martabali mehmon Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Rahmonga O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov hamrohlik qildi.